أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني واسم من انتفى من ولده. Meni bu Hristiyan bir qo'lniki merosniki haqidagi bobdir bu. Shuningdek, Hristiyan bir mukotabning bir mukotab bo'lgan bo'lsa, buniki merosi bilan qanday bo'ladi? Buning ustidagi bob. Uchinchisi, bir kishiniki gunoh bo'lishniki bobidirki, yo'q deb inkor qildi u kishi o'ziniki bolasini. O'ziniki bolasi mening shu bolam emas deb nima qildi? Inkor qildi. Inkor qilgan bo'lsa, buni qanday gunoh bo'ladi? Men mushning ustidagi nima u bob deydi. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu yerda bu uch xil narsaga bob qo'yib, uningdan bu yerda bir yedisini nima qilmaydi, u yerda so'zlamaydi. Endi yedisiki so'zlamasligi o'zi balkim Imom Buxoriy rahmatullohi alayhniki o'ziki shartiga tushgan. Meni bir yedisiniki bo'lmasligi mumkin. Shunga Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu yerda bu bobni qo'yish orqali oxirida bunga yedisi bayon qilmasligi sababiniki biri men mushundan nima u iborat. Yoki olmaydi. Bu ishninki o'zi. Masalan, Hristiyan bir qo'lniki o'zi o'lib ketgan bo'lsa, buniki merosini qanday qilamiz? Asli yuqorqi degan bobga asosan bir mu'min, bir musulmon bilan bir kofir. Kofirlar musulmonniki o'ttirsida hech qanday vaqt o'zida meros to'g'riq aloqa yo'q. Aloqa bo'lmaydi. Aloqa bo'lmagandan keyin, ya'ni demak bir nasoroniki o'zi o'lib ketgan bo'lsa, u nasoronning qo'lniki o'zi, u odamniki qo'lida, u chog'da bu xo'ja bilan bu odamniki mu'min musulmon bilan bu odamniki o'ttirsida meros qolmaydigan gap. Meros bo'lmaydi. Meros bo'lmay, bu odam Hristiyan bu odamniki qo'lning o'zi o'lib ketgan bo'lsa, uniki meliniki o'zi hayot vaqtidagi o'zida mana u odamning butkul vujudi u odamniki bo'lgandek o'lgandan keyin bu meros shaklida emas, mulk shaklida u odamga nima qiladi? Qoladi. Degan nima bo'ladi deydi? Gapchi bo'ladi deydi. Endi bu xo'ja bo'lgan bir musulmonniki Hristiyan bo'lgan bir qo'lniki malga ega bo'lish, u odamniki u yiliq meros yo'lidan emas, o'ziki qo'l bo'lish e'tiboridan bu yo'l bilan nima qildi deymiz unga? Ega bo'ldi deb mushtan nima qilamiz unga deymiz. Endi yana ba'zi ulamolarning ko'z qarashicha bu Hristiyan bo'lgan bir bolaniki bir qo'lniki o'zi o'lib ketgan bo'lsa, bir kofir. Kofir bo'lgandiki bu ikkisi meros qolmaydi. Unda bo'lgandiki buniki meliniki o'zi agar ma'lum qolgan bo'lsa, u chog'niki o'zida buniki meli Beytulmal. Yani devleti İslam'daki Beytulmal hazinesiga qoladi. Chunki bu balniki meli umumiylik musulmon xalqiniki manfaat olgan, foyda olgan nemisi o, mana meli o. Chunki bu ikkisining o'zida diniy tarafdan nemisi bor, e'tiqodichi bor deb nima qiladi, unga qaraydi. Ammo Hristiyanlarniki o'ziniki mukotab bo'lgan bo'lsa, masalan mukotab degani nechta qator deyildi. Shu mukotab bo'lgan qulniki o'zligi kitobini deyishgan pulni ado qilishniki oldidan men ashundoq nima qilib ketgan bo'lsa, o'choqning o'zida mana u nima ketib o'choqning o'zida mana o'lib ketibdi. O'lib ketgan bo'lsa, o'choqning o'zida u shu qulniki o'zniki yiliq kitobga yiliq deyishgan pulni ado qilmay, uni ado qilgandek o'choqning o'zida bu uni pul bo'lgan bo'lsa, o'choqda u
xo'ja o'g'an adam buniki pulini chu oladi. Ne qiladi uniki? Uni pulini ne qilgan gap, uni oladigan chu gap deydim deb. Endi agar uningdan u chiqib qolsa anadikan, u malniki o'zini Baytul Malga beradi deb nima qiladi? Uniga qaraydi deb. Endi bu yerda uchinchi xil narsa. Va ismin men tapa min valihi min valadihi degan nima o podsho. Ya'ni bir odam o'ziga bolasi turuqlig'an, bolasiniki o'zini o odam nima qilibdi? Yo'q, mening bolam emas deb bo'shtadigan bo'lsa, mana buniki gunohi qanday bo'ladi? Mana bu to'g'riliq Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu to'g'riliqni nima qilmaydi? Unga babchi qo'ymaydi. Ba'zi nusxalarning o'zida Imom Sahih Buxoriyniki bu va tövenki babtiki babu manita axan aw ibn axin degan men mushu babning ichiga kirgizdik. Unda olgan bo'lsa islom dinida bir odamniki o'ziniki sulbidan, o'ziniki suydan, o'zi nikohlab olgan ayolidan tug'ilgan bolaniki o'zidan uni o'qib turib buniki balam emas degan bo'lsa islom dinimizda buniki nimasi ig'ir darajada gunohkorchi bo'ladi. Nimishqa? Chunki bir odamniki u bolasi qandaki shu odamniki qolgan a'zolarining o'zi bo'lgandek, u bolasining o'zim u odamni kelgandekin, uni mening bolam emas deyishniki o'ziniki a'zosiniki o'zi mening emas deb ishlatayotgan shu qo'l, put, ko'z, qolgan a'zoni ishlatayotgan narsalarning o'zini meniki emas deganlikdek bo'lgan gap bu gapchi bo'lgan gap. Bu ham aqliga nima emas, o muvofiq emas. Endi dinimiz tarafda bunga qandoq bir nima mana gunohkor bo'ladi. Mana bu to'g'riliq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriyniki Sahih Buxoriyda emas, boshqa muhaddis olimlarniki rivoyatiga asosan bir qancha nima hadis cho'p. Shu hadisdagi birsida payg'ambar alayhissalatu vassalam o'ziniki bolasi bir odam uni mening bolam emas degan bo'lsa, uni dunyoda rasvo qilish uchun. Endi qilish nima deydi? Mening bolam emas, uni rasvo qilgan zinodan tug'ilgan bola bu. Bu otasi zinodan tug'ilgan, opasi yoki nikohlab tekkan adin emas, valadu zina bo'lgan narsa deb rasvo qilib boshlatgan maqsad boshlatadigan bo'lsa, Alloh taolo bu odamni qiyomat kuni rasvo qiladi deydi. Uni nima qiladi? Uni rasvo qiladi deydi. Yeni bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi da men intefa min veledihi felyetevebbe mek'adehu minen nar diye hadisi var. Bir adam yüzündeki balısını yok benim balam emez diyen bolsa o çağımızda bu adamdaki diyen bolsa o çağımızda bu adam özemdeki turduğun cayı dözekti son. Bu adam dözek kirdi deydi. Dözeki kirişki sebep olan işte üzerine nima o ağır günah. Günahını ötkazgan bolsa cinayet. O çağımızda bu adam nima qildi? Unuğa günah önemi dözeki çok kirdi. Yani ağır değil günah kebire. Yeni bir adam yeni bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam qandaq bir kişiniki yüzlük balısına inkar qilib telip qağlab turib o'zing bolasimish ekan. Va yandur ilayhi aytisining bor. Qarab turib o'zing bolasiga o'qib turib bu odamning o'zi u bolani telibdi. Yo'q, mening bolam emas degan bo'lsa, Alloh taolo mana u odamdan Allohga o'zini parda qiladi. Parda qilib mana umumiy mu'min musulmon xalqining o'zi jannatning o'zida Alloh taoloni ko'radigan gap, ko'rishdan iborat olan bu mislsiz ne'mat lazzatniki o'ziga bu odam erişamaydi. Erişamagandikin mana shu yuqorqi bir qancha hadis asosan bir odamniki o'ziniki bolasiga inkor qilib, mening bolam emas deb kichkina bir jinoyatni o'tkazib qo'ygan bo'lsa, ya'ni o'zi bolalarimni chiqaryaptim yoki undoq qilib, bundoq qilib yoki masalan jamoat guvohligi yoki olmaydi,
yangi zamonning mesela noterlikleri devlet meni guvohlik bilan meni mushu shaklda mayli har qanday shakldagi uzida bir odam mayli menga asqil qildi, gapimga unmadi, mushunda xato ishni qildi, davol turib boshquramadim deb men buningdan ada juda bo'lib ketdim, mening balam emas deb har xil yangi shakldagi usulda uni e'lon qilib boshlagan bo'lsa, meni bu odamning o'zi ig'ir darajada nima qildi, gunohkorchi bo'ladi. Ig'irda nima bo'ladi, gunohkor bo'ldi. Gunohkor bo'lish bilan birlikda yana ashtaq desimi islom shariatining o'zida u odam o'lib ketsa, bu bolaning o'zi u odamga varischi bo'ladi. Shuni deb agar u bola ashtaq qilib bir o'lib ketgan bo'lsa, pul meli ekan, bu malning o'ziga otsa nim bo'lgan gap varischi bo'lgan gap. Şuna bu yerda Kitab-ül Faraiz degan gapning o'ziga, bu yerga kitobning o'ziga bu bobni kirishga sababchi bo'lishimizdan nima o iborat. Undan oldin har qanday odam o'ziniki qizi yo o'g'li o'zining pushtidan tushgan ba'zi o'qib turib, qalab turib, bilib turib, mening balam emas deb o'ziniki balalig'ini chiqarib oladigan her qanday yerga, her qanday usul bilan, her qanday qiliq bilan meni mushundaq unaqa balasi emasdek, dushmandek muomala qilishning o'zi islom dinimizda qat'iyat rahmatdan iborat bo'lgan bu og'ir gunoh qilish bilan birlikda meni bu odamning o'zi meni do'zaxga kirishga, Allohningki jamolini ko'ra olmaslikdan, shundak bu odamning o'zi o'ziniki kiradigan joyiniki do'zax ekanligini qilgan gap, uni tayyorlab qo'ygan gap. Mana qiyomat kunining o'zida Alloh taolo bu odamni o'zini qildi rasvo qilgan gap. O'qimagan gunoh zapir xalq ay tunishning orda maydonda mana sotlagan gap. Unda o'g'andiki bunda ishning o'zi bizningki islomiy shariatning qonunida qat'iy nima emas, o durust emas. Yani ashta qavasimi nima deysan deb islom hokimiyat bo'lgan bo'lsa, sening balang bu deb ashta nima qilamiz, unaga hukm qilamiz. Endi o balaniki ashta bo'lishi Ajdaq eski oluşu, gepiga unmasının özü, Allah Teala bu adamga, meni anasıniki qo'shig'idan tatib, shundaq hech qanday binasi yo'q. Shu vaqtning o'zi tarbiyalan, o'rgating, hamildar vaqtingizda Qur'on o'qitib, tabliq qilib, mushtaq naqsh muzika emas, yomon gapni emas, chunki bola anglaydi. Meni mushtaq qilish orqali meni tug'ilib bo'lgandan keyin ana o'g'il odam shundaq qilib meni ashunday tarbiyalab, meni uningdan keyin 7-8 yosh, 10-15 yoshgacha o odamning qo'li Alloh bergilik. Siz buni qanday tarbiyalasangiz shu bo'ladi. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam har qanday bir bolaning o'zi meni diniy islomning ustida tug'iladi. Ya'ni musulmon bo'lib tug'iladi. Ammo ota-onasi Yahudi bo'lsa, Yahudi qiladi. Nasara olsa Nasara qiladi degan payg'ambar aytisi bor. Sizga Alloh taolo mushtaq bergandiki, u bolaning o'zini men ilmiy chiroyli bir shaklda uning uchun nima qilmadingiz, unga tarbiyaladingiz. Tarbiyalamay, o bolam yaxshi bo'ldi, obdan bo'ldi deb uni halol haromni, durust emasni, men otani qaqshasa qaldab gunoh bo'ladiganligini va uning boshqa meni biz o'lgandan keyin bir dunyo bor. Yine bir hayat var. Şu hayatdaki üzere biz şu dünyada kalan her bir işimizdeki üzerine hesapçı birisiz balan de biz mümin, biz Müslüman, biz yani Uygur de oturup onda kalmayın. Mene bizi Kur'an'ımız var. Kitap ne mi dese mene Allah Resulü'nün şey balan benim kılımız diyen müşrik terbiyenin üzerinden bu adam kobay balam ne kıldı deyip küyüp gittim deyip uyarı har yok. Taşvetip benim müştaqqan olsa onunki dedisi ne bulgan gap Ömer radıyallahu anh'a asasen gepga asasen adam üzü oldu. O xap bulup o balıçın oğacadı bala sen kiçikçe terbiyelemeysen onu namaz okuyduğun ahlaklık, diyanetlik, millet, din, vatanperverlik ve dini söylediğin adam terbiyelemeysen anladı ki bu terbiyelemeyken onu başka ders kırdı. Artık dünyanın üzerinde. Mene her xil zərxandik, düşbənlik, müştaq fikrinin özü kirib, şununla atı degen, neyma atı degeni bilmeydiğen o goya bir adamda qılgan. Bununla açıqlanıp, sen onda qıvassan uçağınızda bu neyma o özəngdinki. Sen aqandı qıvassan İslam dinimizde, şəriət qanunundaki özü de bunu balı deyip neyim qılımız, ona hüküm çok qılımız. Babu menidda'a əxən. Evibni əxin. Meni bir adamı ki dava qısa o adamın özü bir qarındaşını. Menin qarındaşım bu deb dava qıptı.
Yak olmaydı bir kardeşiniki oğlunun üzü. Bu kardeşimdeki oğlu bu dep dava kısa uçan üzüde bu kandak oldu. Uçan izin boludu kandak oldu. Uçan üzü dava kalmasa hüccet küçük bala'en. Yani o adam yüz emez. Onunki bir kardeşi varken, tukkunu varken, şu adamınki kardeşi davuşa depti olma. Benimki balam onu al dep. Ya ki onunki üzerine mi depti ona? Uçağın üzerinden kardeşi oğlu ise ağın depti. Diyen bolsa ya kardeşi oğlan menin kardeşim dep dava başta kalması onu hüccet asasen. Mene peygamber hazır diye hüccet asasen. Uçağda şu hüccet ki asasen o adamınki kardeşi yak olmaydı o adamınki kardeşinin oğlu dep hüküm kırıp uçağın üzerinden mirasın üzerine şundan ne kılırız ona taksim çok kırmız. O deydemdi. Şunun üstü kelime o bak. Şunu aklımız hep gerisi asasen. Ayşe Reziyallahu Teala rivayet kılınıdı. Şuna da ki cezmen Ayşem dedi. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu ta'ala anhu olan Abdülhamid Zem'e ikisi bir gulam. Yani balagat yetmegen balın üzü gulam deydi. Balagat yete degen aş 10 yaş kirgen balın üzü gulam. Ya 7-8 yaş etrafında balagat yetmegen. Aşta kişinin üzü Arapçılda gulam deydi. Benim muşu bala hakkında ikisi talışıp ketdi. Yani bu edis kıska manında. Şimdi Sa'd ibn Vakkas'taki başka rivayet üzerinde meninki akam boğa adam üzerine meninki aşı nimem o benim oğlum sen kaçani ki Mekke'den Medine'den Mekke'ye berip aşağı bir imkanı boğa için ivağın. Çünkü Fethiye kılışın üzerine azat kılışın üzerine resmi boğan diken dep şunda diken onu aldı da o da baramaydı diken. Şunun olan dedi Sa'd yani yani badi keldi onu diken onu bağmayman dedi vay benim oğlum benim akamniki oğlu bu neymi de istep o bana yitlep ip gitti. İp gitken diken an diken bu Abdül Zem'e diken Zem'e'ninki oğlu oğa Adem'ninki üze bu ya meninki neymen bu inim bu. Neymi deyse sen çünkü bu yeli tukan ayağının üze meninki atamninki kul itti. Kulu oğan diken o konu kandak kısmeylitti. Şu atamninki şu köpsen yani cinsi münasebet kılış tuğulgan bala bu deydim. Çünkü o bir adamın kul ayalı okumagan bolsa kandak söz ihtiyarı. O köp vakt şu iş bolgan gibi. Şu ona dedi degendeki peygamber kaç haber tartışıp batı. Bağandaki şu ona dedi Sa'd ibn Ebi Vakkas. Muşu ya Resulullah meniki kardeşim bolgan men Utbet ibn Ebi Vakkas'niki oğlu. Balısı neymiş ka? Bana vesiyet kılan idi bu, bana şunda dep ki cezmen bu, onun oğlu da vesiyet kılan, ülüşünki aldı da. Dedi. Digendikin, şundan karab baksa bunun okşıgan. Bana şu meniki kardeşimdeki üzgünüm kılan, onu kılan, şekilini kodu da hazır, bunun şu karab baksa, kandaklı okşan diken. Dedi. Digendikin va dedi Abdülzem'e bu meniki kardeşimdir ya Resulullah. Benim ukamdır. Tuğuldu bu benim atamınki köpsüge yani vetisi cinsi münasebet ötközgen kulu olan diken bunun asasen tuğulgan yüzünki nemiseden o yüzünki kul ayalı değil. Kul ayalı tukkan neme bu bala. Onda o anki atamın kulu bu. O yerde cinsi münasebet kılantti. Ayakkabı oku demdi. Buna o anki şunun bunun tuğulgan dedi. Şuna peygambersan bu balınki okşuğallık gördü. O çıray şekilde ne kıldı gördü. Görgendeki peygambersan bu balın üzerine men Utbet'te Ebi Vakkas kıldı kıldı okşuğallığını şu gördü. Qarab baxsa çıray şekli, beden quruluşu okşuğan. Okşuğandaki dedi peygambersan. Ve leke ya yakın. Peygamber şu dedi. Ve leke ya abdu. Bu senin doğru. Seninki kardeşin doğru dedi. En okşap kasımı, en bu kim o? Abdülhamid Zem'e'ninki yani Zem'e'nin oğlu olan Abdülhamid bir oğlu varken senin inin bu diye hüküm kıptı. Neymiş kalsa el veladu lil feraş balı degen beni paraş üçündür. Yani
kimninki ayoli, kimning nikosi bo'lgan bo'lsa, nikohning ichida tug'ilgan barliq bolaning o'zi 6 oyga qadar u kimning bo'ladi? Shu odamning bo'ladi. Uningdan tevan tuqqan bo'lsa, uçağımızda andikin uçu bo'lmaydi. U nikohda bo'lgandan keyin o'ziniki mavtuasi, jinsiy munosabat qilgan yo qul bo'lgan bo'lsa, u bola shu odamning bo'ladi. Va oxir uchun uni nima qatish va tuz etish va. Ya'ni ahara degan gap zino qil degan gap. Mushunda payishvoz uchun uçağımızda seneki akan uçağımızda anı qul bo'lsa, uçağda zino qilib ekan. Zina qilib shuning bilan bir ish olgan, bir qata ya bir qata shu chog'da amaldor oldim gumon qilgan gap. Unda o'g'aniki uning nikoh bo'lmagan ayolning o'zi u chog'da bu odamning o'zida mening bolam degan gapning o'zini muqaddimizini yejirgan tusvatimiz islom shariatida. Uning bolam emas u. Qancha o'xshash bo'lsin deb shunday dedi. Deb bana dekin endi o'zing ayol olgan Savda radhiyallohu ta'ala anha payg'ambar shuna dediki siz bu balıdın hicaplının ya Savda. Ne bir şey yaptı? Neymiş ka? Çünkü hiç bomba degende balının üzü sadece Ebu Vakkas'ınki akısı olan Utbet'in Ebu Vakkas'a okşap kalan yeri var. Ama zahir İslam dinimizin zahir hüküm kılandıyken bu itibardan onun balısı bozma deki o yerde şüpheyip kaldı. Şüpheyip kalgandaki şunu Peygambersan ben bundak bir meseleniz dikkat kılış gerek deyip Savda'nınki özü bu zamanın kızı. Uçağımızda onu zamanınki balısı degendeki Savda'nın inisi oldu. İnisi olgandaki uçağımızda hicaplarımızın boluğun gel. Lekin bu şüphenin cehdede Peygambersan bunu siz ne kadar hicaplının dedi. Dedi Ayşe şununla körameti bu konu şu Savda'da her gün çok bununla çok körameti. Yani ne bilen yüz gözünün yalık hicaplanılan cahinin yüz göz bir nezkirahını körameti. Hayat boyunca yüzündeki insi olsun mu Savda yüzün ağaçsı olsun müştakçı kıldı deydendi. Şimdi bu yaniki yüzüden endi mushunda bir da'vo bo'lib qolgan bo'lsa ikkisiga o'ttirsida bir odam o'zing inim deb yo akamniki o'g'li deb mushtaq qilib qolgan bo'lsa o'chan o'zida mana bu shar'iy tarafdan u odamniki masalan ayoli bo'lib yoki hozir burun davra qul bo'lib shuni tug'ilib qolgan bo'lsa u odamniki o'zi inisi bo'ladi yoki akisi bolasi bo'ladi shar'iy tarafdan hukm qilgan. Unda o'ziki ikkisi o'ttirsida meroschi ishchi bo'lgan gap. Mirasçı iş bulan gap. O adam ilip geçse o balığa adam varis olalaydı. Varis oğa adam ilip geçse atsa oğa adam nim kılan gap onuğa varis olup kep kalgan malının üzerine aş Kur'an-ı Kerim diyendek aşta büyülüpçü birimiz. Babu men iddia ila gayri ebihi. Yani bu bir kişideki babiki dava kıldı o kişi özündeki atısını, özündeki atısı gayri nemi kıldı dava kıldı. Özündeki atısı oğa adamın özünün atısı emas bu. Ya olmaydı onu taşlap koyup başka adamınki özü benim atam bu. Benim babam dep aşta nemi kıptı dava kıptı. Anında yukarı babının özüden o atı oğa adam bazı inkar kıptı. Aşta derecede ağır derecede günah. Ama manında balığa adamın özünün atısıga resmi bolgan, onun süydü kelgen, aş apısımın nekasının içinde var. Şu adamınki aş kelgen, aş o oğlu turğun, oğlununki özününki atısı işkellik edip kıptı buluğa inkar kıptı. İnkar kan bolsa başka adamın atan bu emas. Diyen bolsa uçağımızda bununki günahı kandak oldu. Bunun nemisi ol kandak oldu. Bu ya da yukarı babda İsmi men o Müslüman, ona aş yukarı babka asasen şunda kalsa İslam talimimizde talimatıdan nemede kandak günah oldu. Yeni birisi gen, benim muşunda kalgan bolsa uçağın üzerinde nem boludu? Muşunda kalgan bolsa mı o adam yüzü atısı telip başka adamniki yüzü atı devagan bolsa uçağın üzerinde ikisi otursun nem bolmaydı o. Mene miraslık hukukçu bolmaydı. Miras hukukçu bolmaydı. Neymiş ka? Çünkü miras buluş için şu miras ağa adam bilen bulunduğun adamniki ikisi otursudan nesep buluş gerek.
O balının üzü qancha meniki atam emas bu deb boshqa odamning o'zi mening atam devasimi? Men qanday bir shaklda devasimi? O caniki üzüde bunu şeriatte bunu ne demeyimiz onun balası demeyimiz. Qancha boshqa odamning o'zi yeni bir odamning balası beqilib mening balam bu deb o'ziniki balasidak ashtaq qismi men o'gay balası oldu. Ögey balısı olup, ögey balınınki ikisi o adam bilen bu adamniki oturursan mirasçı olmaydı. Qancha şu bekvagan balısının özüm, mene nemi de, benim oğlum da özünki familisini, ya ki Sovyet değil, bir nezkiren kollanıp, meniki balam devasımı, o adamın özü, o balının balısı kalmaydı. Herkes ikisinin oturursan miras hukukçu olmaydı. O için emelden çıkardı. Çünkü mirasınki birden bir şartı, miras boğucu bilen bulunuk içindeki oturuzdan nesep buluş gerek. Çünkü bu bala o adamınki bekvagan balının nemisi emas, o balısı süydün kelgen emas. Başka adamınki süydün kelgen bala. Onda var ki bunu karıp ya bir adam bekleyip diken, onu aşı öyle atısı benim atam der. Başka adamınki üzerine aşağı atı der, yani üzerine atısı inkar kılmış takkamız. İğir dereceden boludu o, günahkar çok boludu. Bu adette oylap koyduğun bir nime emas, o işçi emas. Bu en ağır günahımdı. Endi bundak işteki ise günümüz hikaye avatıcıda bu umuş işte çok bağ. Her kandak bir adam balını bekvamakçı olan bolsa, şu balınınki atısı kim olan bolsa, o adam şu balın atısı deyiş gerek. Endi küfür devrinin üzerinde, yani mesela Peygamber Sam Zeyd ibn Sabit'in bekvagan. Şu vakti üzerinde Zeyd ibn Sabit'in üzerinde, yani iftida İslam'ın üzerinde, sahabenin üzerinde bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki balısı iken hep guma kıp kalıttı. Neymiş kan? Çünkü öyle kirip müştakil ötken dekin. Andikin bu yerde şu iş oğadıkin o Zeyd ibn Muhammed dep ataydı. Men şu vaktimizde Allah Teala'dın ud'um li abaihim ve aksatu indallahi diye ayet düşken dekin. Mene ve ma ca'ala ediyakum ebda'akum. Sizler şu balların üzerine yüzüneki atsıyla çakırına. At kim boğan bolsun nedenla? O bekvagan ballar davak, bekvagan balların sizin oğlunuzcu emez. Diyen ayet düşken deyin. Andaki Zeyd ibn Muhammed diyen bu isim atmayı Zeyd ibn Sabit diyen Sabit'in oğlu olan bunlar çok atapçuk gelgen. Şunun için böyle o balı bekvagan adamın yüzüneki ismisini kullanışa katli bulmaydı. Onun bekvagan atısı apısı kim boğan bolsa şunu kullanışı arkalık, şunu işletici arkalık şu adam balısı da bekverişçi gerek. Bu mene İslam dinimizdeki royuğu nime bu? En muvafık, en nime o? Mene bu doğru. Hem ameliyat demiş o nime o? Doğru. Şunun için İslam dinimizde bir bal bekverişindeki üzerine ancak muvafıkçı kölmeydi. İmkan bulmasa uçağınızda hizmet çıkarmadaksı boludu. Çünkü bal bekvaldi diyen gapning üzü, bal bekvaldi diyen gapning üzü, bu yüzün balısı bu balan gap. Hahniki mening de balgan gap. Bu ameliyatken, aklıma ameliyatken real dünyamı hata. Hata oğandaki bu duruşçu emez. Hem bunun da ya çoğu oğandaki kız ya ki oğlunun üzü, eğer şu bekvagan balının üzü 2 yaştan burun, o adam bekleyip ayalı oğan bası onu emdirvatmasa, uçağınızda kız oğan bası erge, er oğan bası ayalının üzüge 2 yaş kişi koymagan bolsa, mene o oğlanın üzü balagat yetkendeki ikisindeki üzü bir yerde turamaydı. Yalnız bir öyde kalamaydı. Uya bir seferçi baramaydı. Bu yat adam oldu. Onun için işte bir şart olgan diken bu degendek nememez o duruşçu emez. Benim muşundak olgan bolsa bulanın oturuzda hiç kandak vaktizde o adam yaqancı benim ilk ketkenligimi bilen bilpirin disi vesiyet olsa meyli. Vesiyet 3'ten 1 oldu. Ama ondak kılmay anı ülüp bilperimeyiz. Bu bakkantı, nemi kantı, andakantı disimi bu dursemez. Eğer kalan varsıdır bulmaydı atıp kalsa, ya bulmaydı, kalan varsı bu kalsımı uçağınızda mağbubdu ata-anamı bakkantı andak deyip, yüzdeki hak miras hakkılardan ağaçad bəhsə uçadı boludu. Bulmasa kattı varsı deyip, onu ataşkın bulmaydı, herkes onda açıp iş kılıççı bulmaydı. Said ibn
Ebu Vakkas radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Sa'd. Anladım mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den deydi. Bir ademi ki dava kılgan bolsa o adam özüneki atıştaki gayrin dava kıttı. Benim atam bu. Dava degan to'g'ri emas yani. Benim atam bu deb amaliyat uygun bo'lmagan, özüneki atısı bo'lmagan nasil suydi kelmagan bir adamni qo'pib, mana bu meniki atam deb dava qilib qo'ygan bo'lsa, vaolki bu adam bildi shuniki jazman bu adam o'ziniki haqiqiy atishniki boshqasi. Boshqasi ekanligini o'qib turib mashta da'vo qilamiz. Ammo o'qimay turib kishi vaqtida ota-onasi yo'q bir yer tepa urush davrida bizni tepib oldi, uniki nima qildi u bir gap. Ammo buni o'qib turib ashundoq o'zining ashli ekanligini buni demay, bekvogan atisi o'zining atam bu degan bo'lsa, nima deydi o? Payg'ambar alayhisolatu vassalam fel cennetu alayhi haramun. Cennet o kişiga nimadir? Haramdir. Cennet kiramaydi deydi. Endi cennet kiramaydi deganing o'zi bu nima bu? Ig'ir. Endi bu adamning o'zi bundan deyishning o'zidan gunoh kabira oldu bu. Bununla dindan chiqib ketmaydi. Lekin u adam ashni bilib turib, o'qib turib, "Menga islom dinimiz bo'lmaydi" desa, "Menga durust bo'ladi, mening ishim o. Uningla nima alaqam? Men deb ash harom bo'lgan narsa men qilmayman, mening erkinligim. Nima istayman degan bo'lsa, bu o'qib turib, u chog'da bu adam dindan chiqadi. Dindan chiqqandan keyin bu odamning o'ziga jannat kirishning o'zi harom bo'ladi. Unda dediki, "Aqani namoz o'qib ketsam, u chog'da e'tiqodida, menga ko'niga yoki hozir davrimizda menga dinni nima qilib beribdi deydigan bo'lsa, sizning hayotingiz bu dunyo emas. Teqa oldingizda mana mangu o hayot tubaga bir hayot var. Sizdeki bu dünyada vaqtlik bir hayot. Aman shu yerga borsiz. U yerda andikin cennet kirmen deb jafo tortmaya ishingizga o'zining bo'lgan gap u bekor bo'lib, shuniki badiliga teqa ashtaq qildingiz deb, teqa abadul abad do'zaxga kirib ko'ydigan gap. Endi buni o'qimabdi. Ya bilmabdi, bilsimi lekin ashtaq debdi. Uçanda bilsimi ashtaq degan bo'lsa, ig'ir darajaning bo'lgan bo'ladi, gunoh bo'lgan bo'ladi, bu dindan chiqib ketmaydi. Ammo islom dinimizda bu haram yoki halol degan narsalarning o'zini bu adam o'qib turib, buni haram deb nima qilibdi, e'tiqod qilibdi. Yoki haram narsaning o'zini halol deb e'tiqod qilib, buni shu bo'yicha amal qilgan bo'lsa, hozirgi davrimizgidek to'ng'iz go'shi, usim, uni haroq, uni bosh adam o'ldirish, men o'g'irlik qilish degan jinoyatning o'zini bilib turib, men ashtaqan bo'lsa-mi, meni halol sanab men ashtaqamsam bo'lmaydi. Ammo buni bir yangi sanab qapti yoki bilib turib boshliq qilib fasih bo'ladi. Meni mushunda qilish orqali dindan chiqib ketmaydi. Ammo halol sanab turib qilgan bo'lsa, meni halolni harom, haromni halol sanab bu e'tiqod qilib ashtaq rasmiy tushib mana nima degan bo'lsa, u chog'da bu odam dindan chiqadi. Dinni shu ig'ir darajada meni xatolikchi o'tkazadi. Shuningdek bu masalaning o'zidamiz shu. Ammo o'qimay tortib qolsa mayli, o'qib turib boshlagan mushtaqcha bo'ladi. Qasdan. Şuna dedim mi bu yerisini deydi. Bu yıllık Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhu Ebu Osman diye adam. Ben Ebu Bekir, Ebu Bekir, Ebu Bekir diyen bir sahabe katta. Şu adam bu gapni desem ve men anladım men bu gapni meni anladı bu gapni iş kolğum ve bu gapning o'zi mening qalbim payg'ambarsamdan anladı ve mening qalbim qochlab qoldi. Payg'ambar mushtaqchu degan bu haq deb mushtaqchu dedi. Yani bir mo'min musulmon bo'lgan odam bunday ishlarga çok qilmaydi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılındı. Dedi Peygamber La tergabu an abaikum. Sizler sizinki atandan her gün yürüçü ürmenler. Nimişka? Kimiki yüz ürse yüzdeki hakiki atsıdın, o nemidir o yüz yürgenlik küfürdür dedi. Şimdi yüzünki atısı iken okup durup, bilip durup, ya ki halal sanap, bana deyip, ben açtak kan bolsa müştak olan. Ama bu adamınki yüzü, atısındaki yüzünü okumasını açtak, benim atım emez deyipti. Bilmepti. Ya bunu kana kılmaptı, ya ki kılmaptı. Ya ki umayda hata düşüncek asasen, bunda bir adamın yüzü benim atam emez deyipti. Mesela devrimizdeki, müştak, yani yeniden
Hidayet tepib minib qolgan dinni tushunmagan odamlarning o'zi, masalan, ota-onasiga uni hurmat qilmasdan uyga kirmaydigan, mana uni gap qilmaydigan, mening otam emas bu deb ashundoq qilgan bo'lgan bo'lsa, bu ig'ir darajada nima u? Gunoh. Fikri jihatdan nima qilib ketdi? Xato ketdi. Ammo bu dinni chiqib do'zaxga kirmaydi. Kirsimi ma'lum uni tövbe qilmasa, u chog'ning o'zida bu do'zax uchun mangucha qoladi. Unda o'ylanki bu odamning e'tiqodida men endi yaxshi odam bo'lib ketdim, rasmiy taqvo mo'min musulmon bo'lib ketdim deb, o'zidagi otasi musulmon mo'min turib, u chog'da uning uyiga qo'lini bilan silsa bo'lmaydi. Bil oltirsam bo'lmaydi deb xato tushunchaga asosan undaq qilmas gap. Ammo buni o'qib turib, bilib turib, ana ashta ekanini o'qib qolganimiz ig'ir darajada gunoh bo'ladi. Mana bunda bir chunki ota-onaga mayli u ota-onaniki o'zi islom dinimizdan kafir olsimi, balog'a adamniki o'zi jazman yaxshi muomala qilishi va uni beqishi kerak. Mana islom dinimiz buning uchun bo'ladi. Hozirgi mana botil, xato hokimiyat tuzumniki sababidan o'cha 18 yosh to'shdan otangni, balangni karing yo'q. Nima deydigan ish yo'q. Niçin yo'q. Şuna Kur'an-ı Kerim'de bir qancha yerda Alloh taolo o'ziga ibodat qilgandan keyin oqidillar nima qildi? Va bil validayni ihsonan. Sizniki ota-onangizga yaxshi nima qiling, muomala qiling degan bir qancha nima oyat. Nima uchun? Allohga ibodat qilishga Alloh buyurdi deb uningdan ota-onang yaxshi qilishni qildisa, chunki u odamning vujud kelishi uchun, shu barliqqa kelishi uchun, mushtaq sog'lom, meni mushtaq bo'lish uchun bu kishiniki o'zi vujudga chiqqan kishi kim? Zat Allah Taala. İkinciden unaga sebepçi olan kişi kim? Otisi bilan opasi to'y qilib, anadaki shu jarayonda nima bo'ldi? Dunyoga keldi. Uning uchun mana bu ikkisiniki o'zi bu yerga kelishga sababchi shu. Mana mushundaq gapni o'zi balvoqlim uqtirishimiz bildirishimiz kerak. Anadaki xapib ketdi balam gapim unimiz deb balamdan voz kechdim. Andaq qildim degan o'zingizga bo'ladi. Onun için günahçı o. Benim balam emas degandeki vaqirab qolgan o'zi balam emas degan nima uchun dedingizlar? Agar ashtaq deb qolsin, yuqori degan edingiz qolsasan, meni ahvolingiz xatar bo'ladi. Yani bu babda qilishniki o'zi bu yerda u odamniki o'zi, qoshqa odamniki o'zi mening otam deb o'zi asl inkor qilib ashtaq qilgan bo'lsa-mu, bu odam uni varis bo'lolmaydi. Bu adam o'zidagi asli haqiqiy atsoga suydi kelgan adam varischi bo'ladi. Miros unga berildi. Babun. İza iddiatul mer'atu ibnan. Bu bir babdır. Qachoniki ayol kishi bir balani nima qildi, da'vo qildi. Mening balam bu deb da'vo qilgan bo'lsa, u jonimizda bu qanday bo'ladi? Endi ayol kishiniki o'ziniki balasi ekanliginiki o'zini u ayol bilmabdi. Ya har xil ishlar olib turmuş dunyoning ishida. Andiki yosh yiroq kishida ayrilib ketibdi, ya'ni qildi, andiki o'ylab ki bir odam mening balam debdi bu ayol. Degan bo'lsa, u chog'imizda bu qanday bo'ladi? U chog'imizda bu ayolga o bala miras varis bo'la olamdi. Bu bala o'lib ketsa, shu ayolning o'zi varis bo'la olamdi, qanday bo'ladi? Men mushum ustiginim o bab deydim. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şunda da ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bir de iki ayal. Bununki devrede. Yani Beni İsrail vakası devrede. Şu iki ayal bilen iki ayalınki balısvaçı idi. Hem de yine bir başka rivayetimizde bir adamınki iki ayalı varken iki ayalınızı okşaş vakitin özüde tuğulup gitti. Tuğulup qalğanda qanday qoldi bu iki ayalın özü bir yerden uydan məhəlləsi bir yer jıraq verib ya bir iş qılımız deb şu yerdə berib ketdi. Hammasi o'xshash. O'xshash bo'lgandiki shundan bu yerda anadiki kip bu yer qo'yib o boshqa ishlar qilamiz degan vaqtning o'zida u bir bazın o'zini buyur yeb ketdi. Bular ish cho'p bor. Shundan keldi deydi buyura. Buyur keldi. Buyur kelib shundan ikkisiniki birisi o'g'il ib ketdi. Yeydan osh. Buyur olgandan bu adam bo'lamdi, nima bo'lsa hammani go'sht olgandan keyin uni yeyvergan gap. Uning uchun nima qildi uni ib ketdi. Ib ketdi. Ib ketganda qarab baxsa yugurib ikkisi voy birisi yo'q, endi birisi ba. Unda olgandan keyin har ikkisiga bir hamiz o'xshash. Masalan, o'chani yalang'och qilib qo'ysa, shakl jadamiz o'xshash olgandan keyin shunga nima deydigan gap? Ikki talishib qoladi. O deydi, mening bolam deydi, buni bolam deydi. Degandiki, shunda bu ikki ayolning birisi o'zining hamrohisiga deydiki, sening bolangni ib ketibdi deydigan gap.
Degandiki yine birisi deydiki, senin balanın oğlu, senin oğlunu hep gitip de büyüre. Deydi olan gap. Şuna talışıp kalıp andaki bu ikisi Davud aleyhissalatu vesselam'ın kışığa mene hüküm koyuşku nima qildi? U yakşı bardı. Bağandaki şuna Davud aleyhisselam bu balın özünde çoğun ayalığı nima qildi? Yani hüküm qildi. Çoğunluk balası iken bu kişinin için emasken. Deb hüküm qildi. Hüküm qilgandan andikin bu işkenen çıkıdı. Süleyman aleyhisselamga çıkıdı. O endi bu yerda yine unmagandaki ayak kişinin özü yok bu to'g'ri olma dedi. Endi aslida hükümlük özü qandaq deb qozinin özü başının özü şuna hüküm qilgan asli shunday qilish kerak. Lekin shunday bo'lsa-mu ba'zi vaqt o'zida qozilarning o'zi to'g'ri bir shaklda hukm qila olmasligi uchun mumkin. Chunki u da'vo qiluvchiniki ba'zi ahvollarni va uni boshqa ahvollarni bilmay delil yo kam yoki bo'lib qoldi bunday bo'ladi. Bunday vaqt o'zida yana bir yerga ashtaq qilishniki o'zi durustmi, durust emasmi? Asli bu hüküm meselesi qazi başının gelip şu buluş gerek. Şöyle bular Davud aleyhisselam oğluna Süleyman aleyhisselam'ın kışığı çok keldi. Kelgendikken bu ikisindeki üzü şu Davud aleyhisselam'a şu yılki nime Süleyman aleyhisselam'a üzün atsı olan Davud'ninki hüküm kallık işini çok haber verirdi. Haber vergendikken biz unumuduk çoğu ayalığa, bəsim kişik ayal unmaydım. Unmağandikken unda bu hüküm unmağandikken qandaq qılandikken Süleyman aleyhisselam. Şuna Süleyman aleyhisselam deydi. İ'tuni bis-sikkini eşukkuhu beynahuma debdi. Bana pişahlı keltiringlar. Men bu balını ikisini o'ttirsa ikki parcha yerib beray. Yerimi ma'un, yerim an olsun. Siz aşu hüküm unmağandikken deydi. Degandiki şuna kichik xotin qopib, ya'ni kichik ayol qopib, la tab'at. Bu ishni qilma. Sana Alloh taolo rahim qilsin. Bu uning o'g'li. Ash Davud alayhisalom. Davud da shu hukm qildik, ashtaqchu cho debdi. Degandikin shundan Süleyman aleyhisselam bu balning o'zi kichik ayolga nima qildi? Hukm cho qildi. Deydi. Mana shu chog'da Abu Hurayra dedi ki, qasam Allohga men anglab baxmoqdiman. Sikkin degan gapni hargiz shu kunda anglabdiman. O'zi arab, bo'lmasa sikkin degan gap arab gap. Shu sikkinning o'zi arabning qadimiy bir til bo'lib, u chog'da bu tilning o'zi boshqa bir millat yo qabilaning tilimi, u chog'da Abu Hurayra anglamabdi ekan. U chog'da boshqa bir narsa ataydi ekan. Va bo'lmaydik biz deydik begar mudya deydik pishoqning o'zini. Sikkin degan gapni tunch katim anglab bakibgan. Ya'ni demak, men mushundaq endi de Abu Hurayra qasam Allohga anglamadim men pishoqni hargiz megar shu kunda angladim. Va anglamadim bilmaydik biz deydik megar mudya deydik. Sikkin chu demaydik deb. Yani Abu Hurayra mayada yine İmam Buxoriy buni yine bu yerda shu deb qo'yibdi. Ya'ni demak men mushu hadis qasasan, endi bu qazo boshqamdi, hukm boshqa bo'ladi. U nodichiq gap chiqdi deb ulamolarimiz bu yerda nima qiladi? Endi qandikin uchanizda meni mushna olib kelsa, kichik balniki, kichik ayolning balasi bo'lgandikin, uchanning o'zida bu bala ayolning balasi bo'lgandikin ikkisi o'ttirishga meros qoziniki hukm bilan muqimlashidi. Qozinin hukm bilan nima qildi? Muqimlashib, ikkisiniki o'ttirizda virosatdan iborat bo'lgan narsa shu keladi. Ammo cho'niki o'zi uning balasi olmagandan keyin amaliyotdami u chog'da bu ikkisi o'tirib nima bo'lmaydi, varosatchi bo'lmaydi. Endi mushlar talishib qolsa, hukm qozi hukm islomiy davlatniki qozisi mushlar hukm qilgan bo'lsa, shu hukm u chog'da nima bo'ladi? Mo'tabar bo'ladi. Mo'tabar bo'lib, bu ma'lum balasi ekan, emas ekan degan bo'lsa, shu bo'yicha merosni shunday nima qilamiz, unda belgilaymiz deydi. Babul kaifi. Bu kıyafet, ilmi kıyafetin üstündeki nemidir o? Babdır bu deydemdi. Hem de ilmi kıyafet deydiğen bir ilim var. Arapçada kıyafet deydi o. İlmi kıyafet deydi bu kandat ise bir adamninki çıray şekli ve onun başka yeni bir adam çıray şekli kılıp herkelerine müşüne her gün tekşirip tetkik edip şu kılıç arka bu adam bir mezgildeyken müştakili ve geldeki nimboludu o adam bunu usup getirdi. Uçağınızda hazır kadar ben doktor kanlık verip onu genini tekşirip onu da kılıçını okumaydı. Yok.
Uçağınızda bir narsadagi shakl va turqiga qarab uning qandoq ekanligi, mang'an izi va kaza uning qarab uni qandoq ekanligi, shunda ketayotgan shu topolmayotgan odamning iziga qarab ondaki nima ketganligini bunu qarab ana kimningki izi, kimningki puti ekanligi bu yerda bu odamning nima qilgan gap buni bilgan. Bu nima deydi uni ilmul qoib. Bu odamning ismi qoibun deb nima qiladi? Qoib deb arabchada mundaqcha deydi. Aslida qoib degan gapning o'zi qapa yaqbedin, asli qoib ergashkuchi degan gap. Ergashkuchi degan gap asli bu naqs. Qapa yaqbu kifoyatan degan gap, ya'ni ergashdi, ergashido, ergashmak degan gap. Lekin shundoq bo'lsin, bu arablarning o'zi bu naqs olgan pullarning o'zini men ajab pullarni olgan xapa ya xapoga o'xshash ashta chiqarib, uniki o'zida qofin demasa qoib deb nima qilgan uni atagan. Asli qoibning asli nima? Qofin, ramin degandek. Bu ilmi qiyofat shu vaqtning o'zida mana shu keyingi davrimizning shundoq shu vaqt o'zida mushu odamlarning tajribaga asosan bu andoq mundoq qilib deb hukm qiladi. Buniki hukmi qandoq qiladi? Buni e'tibor qilamizmi, qilmaymizmi? Buniki o'ttirsida o'limalarimiz o'ttirsida payg'ambar alayhisolatu vassalomniki mana yedisidagi asosan buni ikki xil ko'z qarash bor. Birisi şu qiyofat, şu adamning hukmiga nima deb hukm qilgan bo'lsa, shu bo'yicha bo'ladi. Bu o'g'andikin uçağımızda mana shu miras masalasini mushtachi bekitimiz deydi. Yine ba'zilar yo'q, biz uni nima qilmaymiz, uni gap unmaymiz. Jazman islom shariatida delil bo'lish kerak, hujjat bo'lish kerak yoki o adamning o'ziga ashta ekan o'zi deyish kerak. Men mushu narsadan shohid hujjat anidikin o adam ashta iqro qilib deyish kerak. Anidiki bu hukm qilishga bu asoschi bu bo'ladi. Undan boshqacha bo'lmaydi deydi Imom Azamdan mana olimlarimizning o'zi. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilinadi. Dedi Ayşe. Jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirdi, menga bir kun xo'shal bo'lgan holatda kirdi. Masrur. Tabruqu asariru vajhi. Mana yuriydi deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning yuzniki ashu jijiqlari. Asarir degan gapning o'zi sirrning jam'isi, sirrning o'zi sururun bo'ladi. Sururuniki jami asarir bo'ladi. Bu asarir degan gap, sir degan gap peshonidagi, yuzdagi nima bo'lmasa jijiq va. Shuni nima deydi? Uni arabchada asarir deydi. Ya'ni payg'ambar shu xo'shogan holatda kirib, ashiyada jiji boshqa yog'im ne qildi? Nat yurib, xo'shallikni paqirab ketdi. Ammo jijoning o'zi shunda xo'shallik paqirab bir kun shu kirdi. Kirib dediki: "Alam tara anna mujazzasan nadara anifan ila Zayd ibn Harisa wa sabda Zayd. Faqala inna hazil aqdam ba'duha min ba'din" dedi. Aya qadamamsiz, bilmemsiz. Yani Ayşe bu yerde qadığını yok yani bilmemsiz degan kim. Aya bilmemsiz. Shuniki jazman mujazzaz degan qiyofatniki nima qiladigan, xalqniki qiyofati qarab, shakli qarab hukm qilgan bir nima bor ekan, adam bor ekan. Uni qopi, yani qoid deydigan. Ha bu bizning rayonlarimiz Uyg'urning ichidan bati burun. İşte shu nimasi qarab mandaq deb. Bu başka edis qalsan, ben mujazzam medlaci dedim. Medlaci degan qabilada chiqqan bir adamken. Şu vaqtda Peygamberimiz şu adam barken. Yine başka rivayetimizde başka Beni Esad o qabilasi uchun batı mushtaq bir adamlar deydi. Mana mujazzas degan adam qardi u aviyatdan Zayd ibn Haris Usama ibn Zaydga nima qildi? Qardi. İkisini de qarab baktı. Qarab lekin dediki, yani ikisiga putuga yani Zayd ibn Haris qardi debdi, Usama'nın başka rivayette puti. Keyin degan gap qilsa. Bu adam dedi ki, jazman bu putlar ba'zininki deb hukm qildi. Endi boshqa rivoyatimizda mana bu Zayd ibn Sabit bilan Usama ibn Zayd. Usama ibn Zaydning o'g'li. O'g'loniki bu ikkisi qanday qilib o'ydami shu besh ko'zi yepik aşağı bir nemisiga shu yotqanda binasi burkib aşağı yetibdi. Yotqandagi puti uchiq ketsin. Puti uchiq qilib mana Zayd ibn Sabitning puti oppoq. Usama ibn Zaydniki o yilki bu Usama ibn Zaydniki Zayd ibn Sabitning o'g'li bo'lgan Usama'niki puti qop-qora.
Qapqar bo'lgandiki, buni qarab ashtaq bo'lsimi, bu adam qo'pib, men ma'bud basi ekan. Ya'ni bir-birisi ota-bola ekan debdi. Endi u gap nima deydi? Chunki Zayd ibn Sabit radhiyallohu ta'ala anhu asli Quraysh qabilasidan bo'lib, ya'ni Arablardan bo'lib, bu odamniki shakli nima ekan? Oppoq paxta o'xshash. Oppoq odam ekan. Ammo bu odam shu mezgillarning o'zida bir Habistonlik Ummu Ayman degan bir ayol var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu aldı ekan. Bu olgandan bu qul ayol bo'lib, Habistonlik ya'ni nigir ayol bo'lib, bu qop-qora ekan. Shuni qop-qora bo'lgandan keyin bundan anadikin bu ikkisini to'y qilib olgandan keyin bu yerda mana Usama ibn Zayd bu yerda tug'ildi. Tug'ilgandan keyin u qop-qora tug'ilib qoldi. Qop-qora tug'ilib qolgandan keyin shu vaqt o'zidan ko'rdingmi? Bu Zaydninki ayoli ma'ani boshqa odamdan mushta qora bo'lgandan keyin ashta qilib bu Zaydning bolasi emas, boshqa odamning bolasi deb ta'na qilib ashta cho'q qildi ekan. Ashta cho'q qildi ekan. Qilgandan andiki payg'ambar yo'q, unda emas, ma'ni bo'lsa unmay ashta gap taqib ashta qilgan burun davrining o'zida jahiliyat davridan andiki bu odam qo'pib, meni mushadi oshiqsi ko'rmay turiblar, yo anglamay turib, ma'budning basidan deb hukm qilibdi. Bu odam mudoqa rang emas, o shakli nimasi qarab ashta deb hukm qilibdi. Shunga payg'ambar qo'shib ketgan gap. Ammo shunda bo'lgandan keyin men devandim deydi ekan. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Ayşe, kirdi bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün o anlık xursand bo'lganlar kirdi. Kirib dedi ki, ya Ayşe, aya bilmem siz, şuniki cezmen mucazzalı bedleci degan adam benim üstümge bir gün için kirdi. Kirib köyde Usama ve Zeydni köyde o anlık bu işkisinin üzerinde katipetim vardır. Yani edyal. Dek binası şu bak, yani o yoğun yığılgan edyanın üzerine ne deydi onu katibe deydi. Benim müştak binası var. Ki cezmen yep bağan, bu işkeli yüzünün beşini yep bağan, lekin bu işkisinin ki putçu aşkarıp bağan. O yüzden girdim. Kirip o adam dedi ki, ma putninki yüzü bäsi ki. Atıbalı ki işkisinin oturdu rengi okşamagan beden mu? Dep, benim Peygamber aleyhisselatü vesselam men müştah nima qildi? Bunun da müştahçı dedim. Yani deganimizda bu ikkisini bunda deyishga sabab Peygamberimiz qo'shib ketish sabab, burun ikkisiniki, bolasiniki o'zi inkor qilib ayliq jahiliyat davri kofirlar, ya'ni shu chog'dagi odamlarning o'zi buni bolasi emas, bu zinoda tug'ilgan bola, bu ayman ashtaq qilib qoldi deb, shunda haqorat qilib. Buni qarta andiki Peygamber alayhisolatu vasallam bu gapning o'ziga mushtaq qo'shib ketishligi sababi men mushundan nima iborat dedi. Shu an Peygamber sallam qo'shib ketgan gap. Deydi. Hem de bir rivayetning o'zida bu yilqi hozirgi degandir, ya'ni Ummu Ayman, bu ayolning o'zi bu Habistonlik. Bu aslida yilqi Abdullah Peygamber sallam otasi bo'lgan Abdullahninki qul ekan. Qul ekan, shunga qanday bo'ldi Peygamber sallam qilib qolgandagi yolg'iz shuni qilib ketdi ekan. Uni lekin andikin Zayd ibn Sabit o epdi ekan, cho'ng'oqchaqning o'zida. Yılki en burunki zamanın özüde Habistonda kelgan ekan bular. Bu Zayd ibn Sabit. Bu to'g'riliq Qur'oni Karim oyati var. Şu Fatıma bin Cahsh, Zeynep bin Cahsh'ni oldi, onu qo'yibdi. Payg'ambar sallamning o'gay o'g'lida, olgandiki burunki arablarning otidan o'ziniki o'gay o'g'lininki o'zini o'g'li deb hukm qilib, uniki olgan shu ayolning o'zini mana shu odam oschi bo'lmaydi degan e'tiqod ekan. Shu e'tiqod ekan. Buni Payg'ambar o'ziniki so'zi orqali nima bo'lsa bo'lgandiki, shu Alloh taolo Zeynep binti Cahshning o'zida Zayd ibn Sabit bunu elib, uniki ma'lum muddatda ekan bu qo'yib etdi. Kuvvetkendikin keyin Allohning buyrug'i bilan mana bu Zeynep bint Cahshni Zeynep bint Cahshni oldi. Olgandiki shundan ya'ni demak, silniki kuyovi, silniki o'gay bolalarning o'zi sizga haramchi bo'lmaydi. Ya'ni kelin deydi, bu haram bo'lmaydi. Chunki u nima? U o'gay o'g'ilning o'zi uning o'g'li emas. Uning nimasi emas, o o'g'li emas. U keyinchi o'g'ilcha beqo'g'an bola. Ammo
Onu kichik vaqti o'zida bekvogan bo'lsa, uchan o'zida 2 yoshda, 2,5dan burun, uchan o'zida andikin u o'ziki imidash nima bo'ladi? Balisi bo'ladi. Balisi bo'lgandan keyin uchan o'zida buniki ayol 12 kelin bo'ldi, uni erishib bo'lmaydi. Uni uchun erishib bo'lmaydi. Mushta shu ish bo'lgan. Ya'ni demak, mana mushta ish bo'lgan bo'lsa, shu qiyofatdagi bo'lgan, ya'ni shu ilmiy qiyofatni belgilagan ash bo'yicha hukm qilib, u ikkisi o'rtada varisi shu bo'ladi degan gap. Endi İmam Azam'ın üzerinde bu yerde وَلَا تَقْبُ مَا لَيْسَ بِهِ ilim diye ayet var, bir kanca ayet var. Sen ilim yok bir nersi ergeçme dedi. O yerde o adamın diyeni guman boğan bunu ergeçmemiz diye dedik, bundan kepini çok oldu dedim. İhtilafi bir fikir meselenin üzeri. Kitab-ül Hudud. Yani bu hadlerinin kitabıdır. Yani ceza, cinayet ötkazgan bo'lsa, shu jinoyatga qarta İslam dinimizde, İslam hakimiyeti qandaq jazolarning o'zini nima qiladi? Mana qiladi, mana mushning ustidagi bab. Yani nima jazolar qandaq? Qaysi jinoyatning o'zi qandaq jazo beramiz? Mana mushning ustidagi nima o kitob bu deydim. Endi hudud. Hududun degan gapning o'zi haddun deganning nimasi o jamisi. Haddun degan gapning o'zi nima? O bir fasl. Had degan gapning o'zi yani chegara degan gap. Yani madin atraf o'tkazsangiz bo'lmaydi, ikki tarafni o'tirib fasl turgan gapning o'zini nima deydi uni? Had deydi. Had deydi. Had degandan uning jamisi nima bo'ladi? Hudud bo'ladi. Bu yerdagi hududning o'zi yani chekning o'zini bu yerda nima deb ataymiz buni? Jazo deb ataymiz. Yani İslam dinimizde şu cinayet ötkazgan jinoyatchilarga berilgan jazoning o'zini nima deydi? Uni hudud deydi. Nima hudud deydi? Jinoyat İslam dinimizde bir adam jinoyat ötkazgan bo'lsa, u jinoyatniki o'ziga jazo berishimiz, jazoning o'zini nima qilish, u haqni uni xorlab, uni o'ldirib, unda qilish emas. Qandaq o jazoning o'zi bu nima o? Adamga qarta o bir tosal olup, eğer ikkinchi qatim yeni şu cinayet qilib qolsin, mushta ig'ir darajada badan va boshqa jihati jazo beramiz. Yoki bo'lmaydi, shu jinoyatni o'tkazganmiz jazo ijro qilishning o'zida ana u yerda maxfiy qilmaymiz. Uni bir qancha nima jamoat maydonni qilgan gap. Maydon qilish orqali ko'rdingizmi, hey jamoat, mana sizmi mushta jinoyat o'tkazib qo'ysangiz, u canınızda sizgimi muştaq nima qilamiz, unuga jazochi beramiz. Anda o'g'andikin bu jazoni yapqanmasliginiz uchun siz o haram jinoyat ishi uchun qilmang degan bu to'salg'udir. To'salg'udan iborat bo'lgan men mush naskarahning o'zini mana islom dinimizda arab tilida bu nima dedi, shar'iy tilning o'zidan hudud shu nima qildi dedi. Şu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aş beketken neyse tilka hududullah. Men muşu Allah Teala'nın hududur, çikidir. Siz bunu da yitip ketmen. Ya kemik batman deme degan gibi. Yine bazı vaktimizde Kur'an-ı Kerim'de hudud dep gelse, uçağda günah, masiyetin üzüm hudud deydi. Tilka hududu fela takrabuha. Men aş Allah'ın hudududur. Siz onu yakınlaşmanla. Yani nimge şu günah, masiyetin yakınlaşmanla, yakınlaşmanla. Degandek muştah nime kaldı o yerde men ayette çoğba. Tilka hududullah fela takrabuha. Men aşı Allah'ın hudududur. Siz onun yakınlaşmanla degan gap Allah belkitken günah kebiridir. Cinayettir. Siz onun yakınlaşmanla degandek men muştah nime kılgan gap onu gap çok kılgan gap. Endi İslam dinimizden endi bu yerde deyişinin özü bu yerde jaza. Jazaniki özü bu yerde fakat arıqışken zina qilgandan iborat bo'lgan bir qancha narsaning üstü to'xtaldi. İslam dinimizde mana insonlar uchun muqaddas 5 narsa bor deb qaraydi. U odamniki badani, u odamniki ruhi, mana jini, u odamning obro'yi, meli, mana mushunda nima, u odamning aqli, mana mush 5 narsa bor. Bu 5 narsa o'zi muqaddas. Shu muqaddas odatga narsa emas. Bu adamın bedeni ma pek mukaddes. Çünkü onu öldürse bir adam hayat dünyadan onu
Onu nima qildi? Islom shariatiga xilof holat o'ltirgan bo'lsa, uningki qarshig'ida sen o'ltirgandiki, uni seni o'ltiramiz deb, uni nima qilgan gap? Uning uchun jazo beradigan gap. Yana birisi insonningki mana diyonati, dini nima? Eng muqaddas. Agar u odam o'zi dinga unmay, o'chon o'zida murtad bo'lgan bo'lsa, uni o'ltiramiz. Qisqamdi. Yana birisi andagi insonning obro', inovati nima? Muqaddas. Qandoqqa jon, mal muqaddas bo'lgandek bir odamniki shu obro'yim shunday muqaddas. Uniga til tekkizib, yo undan bundoq qiladi ekan, uning qarta mana nim bergan gap, uni dar urdigan gap. Uning jinoyat, uni jazochi berildi. Yana birisi Alloh taolo insonga eng qimmatli bo'lgan, men aqldan iborat bo'lgan narsani chu bergan. Buni to'sadigan har qanday bir narsa u odam qiladi ekan, u jinoyat o'tkazgan bo'lib, buning qarta nima va onun qarta jazo var. Bu nima masalan aroq va undan boshqa nima jinoyatda. Buni o'shtaqqan bo'lsa, masalan 80 darajada nima bo'lish, mana dar urishdan iborat bo'lgan jazo mushtaqcha yurgiziladi. Hamda undan boshqa yana bir qancha nelar var. Masalan islom davlati qarshi chiqqan. Shuningdek shu qarshi chiqish yat buzg'unchilik qilgan. Deganidek yana undan boshqa masalan sehrgarlik qilgan va undan boshqa bir qancha nima qilsa uni o'ltirish kerak deydigan nimalar chu bor. Bu faqat 5 narsaning ustiga chu nima qildi? U yerda to'xtaldi. Bu hammasi jodugarlik qilish, sehrgarlik qilish va undan boshqa bir narsa qilishniki o'zi bu odamniki mana nemizde aqlni, tafakkurni nima qiladigan gap, o'sha to'sadigan gap. U odamning badani palajalik ekib qo'ygan gap. Bu e'tibordan 5 narsa muqaddas bo'lgandan keyin qolgan jinoyatlarning o'zi mushu aloqador bo'lgan bo'lsa, shuni qartib andagi jazoning o'zimi mana bekitgan jazoning shundoqcha bo'lgan. Shuning uchun nima qilamiz endi? Bir odam pul men o'g'irlab ketgan bo'lsa, qo'lni kesish. Chunki u odamning o'zi japa tatkan malniki üzülü bu adam bir minut ya bir 2 saat içinde oğurlu varsa ne mi gap bu? O adam için japa tatkan üzüm mulki. Onda olsa evasan ne kılsan o sen kolunu ağandaki bunun kolunu kesimiz. Deydiğim işte ne bu? Cinayet çopa. Hem de yine bir adamınki nesli dokanı cinayet. Zina yutup kalsa zina ne bu ana rejim ba. Çünkü zina kıldı diyen gap ayol cinsi münasebet ötkazdı ikisi nikahsız diyen yapın. Bunun da hem de balı tuğulup kalsın ne bolağını ki eğer cezide. Balığı atısı yok. Biçare balığı valedu zina deyip uçağın üzerinde insanlık beden kıymetini üzerinde veyranlık gelen gap. Bu itibarla aşırılık kalsa onların ne balığı uçağın üzerinde bunun ceza verildi. Biz hem de bu kitapın üzerinde muşun alakadar olan Peygamber sallallahu ne mi dedi? Muşun üstüne mi kılımız? Tokturumuz deydim. Daş cinayetinki üzge şu cezanı berişimizi hatta atılıştaki üzge tosal qoğanıken onun ikinci katam adam ikinci kılmasıqa ya qalan cemaatken ibrete siz kıpasın müştaq kuvvetimiz degan anı tutuş məqsidi olğandiken şu an bunu hatta nim qılgan atalğan deb müştaq nim qılgan gap onun için dediğim gibi. Şu Arapçada bir adamniki darvaz baqıdağı adam üzü haddad deydiken. Haddad kapıcı yani darvazvan. Darvazvan bo'lgandan keyin uni opirib odam kirdi, odam kirmaydi deb bundoq cho'q qilgan gap. Babu ma yuqsaru min al-hududi. Bu bilinməsin babıdır ki, hazır əyilində o nəsidir. Bu mecul yuqsaru. Onunki hazır eyledi, kim hazır eyleydi o? Mümin, Müslüman. Ben mümin, Müslüman diye adam üzeyim. Beni bir mince hazır eyle, dikkat kılgan, yakınlasa, kıskat deyip bulmaygan neyse alayda bunun dikkat kılması çok gerek. Bu nime vacip. Bu nimeden idi o? Huduttan idi. Benim müşümdak ceza yap kırıştın. Ceza ötep kırıştın. Ceza müşüm adamga icra kılıştın ibaret olgan. Müşümdak bir işine bana ne kılış gerek o adam? Beni qattiq hazır eylep onu çok kılması gerek. Beni ceza yapkırış sahniş ne boldu? Cezaga sebep bolgan günah var. Sebebi, cezanınki sebebi var. Onu da dikkat kılış gerek. Hemen de yani hudud degan gapning o'zi hamda o cezanın o'zi olganiki cezalashga sebep bolgan bir amil var. O amil qavun mesela o'g'rilik qilsangiz qo'lingiz kesilgan, arig'isiz dar urdigan, zina qilsangiz uni rejim qiladigan. Meni adam öldürsün, öldürdüğün, meni mal oğurlusunuz,
ya aburini töksün bir pakiz adamın üzerine onu der urduğundan ibaret olgan benim muşu nima var ceza var. Muşu cezanın üzerinden dikkat kılış ki onu kıp karıştın nima kılacak yüzük bup karıştın dikkat kılış gerek. Yani şundak zina kılgan, oğurluk kılgan, adam öldürgen, mene oğarı geçirgen kişinin hakkını mene aburu inavatı töküdüğün işte saklanış gerek. Kim saklaydı onu? Ben mümin, Müslüman, devat adam. Ama ben mümin, Müslüman işim yok dese uçar kafir okşayış bu deyiverdi. Dikin, hatırlı devrimizde ben mümin, Müslüman, devat adamların üzeri bulup mu abri töküşten ibaret olan bu işin üzerine kavatıdı. Hem de ben mümin, Müslüman demesi yüzün işi. Onunla hiç kadar hanımımız yok, hepimiz yok. Bu yerde ben mümin, Müslüman deyip durup bir adamı karşı kap okşamagan şekilde açtak onu inavatını düşürüp müştak qotqan cinayet. Eğer İslami devlet tutup kalgan bolsa, mesela A degan zani, ma degan payişvaz, ona yetipti dep açtak kan bolsa, eğer hüccet bolmagan bolsa, İslami hakimiyet bolgan bolsa onu tutup ekirip, sen bunu kartta bunu şahit ekirsen. Bununki hüccet, pakit bunu lazım. Eğer bunu toxtamısan sana had urimiz deydigan muşta inasını icra kılın ki. Benim muşu nas bolmaganlıktan şoňa cemiyetimizde muşta işniki avup ketişki sebepçi benim muşu. Kalan hakimiyetden kılmaydı hazırki kar yok onun. Eğer derecede bolmasa. Hem de İmam Bukhari bu babda koyuş arkalık bu yerde yine yersiz zikir kılmaptı. Zikir kılmagan deken endi bu yer zikir kılmaslıkta ya yüzük şart düşmegen edisi var. Ya olmaydı. Töbende deyilgan başı yedisan üzüm muşluncu kipayi kılıdı. Dem maşta degen boluşu mümkün. Babu zina ve şurubul hamri. Bu zina kılışınki ne kadar günah ikkenliginiki babudur. Ve harak işinin yani harak işinin ne kadar yani günah ikkenliginin nimsidir o babudur bu deydem. Zina degen nim? Zina yazni zinaen deydi, zinen deydi, zina kıldı diyen gep. Zina kıldı diyen gep. İkisi mene kanunluk, şeriatki asasen mene nikahlanmagan er ayalın üzü cinsi münasebet ötkezgen bolsa mene bu neslin üzü nim deydi onu İslam dinimizde zina dep deydi. Zinaniki zina boluş için cezmen iki taraf yelik işini çok kılışçı gerek. Bu yerde biz hazır devatkını zina iki kıl. Birisi çoğun zina mene ceza kelgan. Şu zina çok gerek. Endi bu zinaniki üzerine ispatlaş için cezmen zina kılıcı, zina kılınca ayalınki otururski yelik kılakının üzerine mene cezmen 4 tane adamın kişinin üzerine ayal kişi yok. Aş adam resmi aş yani binasının işi aş kirkit bağını köydüm. Bir yer yotkanı yetipti. Öydü turp kaptı. Gepleşip kaptı. Ma gep u bika. U nime bika. Eğer şunu asasen siz onu zani desiniz onu karta aşı 4 adam ekramısınız. Uçağınızda bu pakiz adamı böhtan çaplapsız depla. Andaki 80 dere kara neme olup der olup onu ki bu adamlarınki şahit bulup bu işleyen hukukudan mehrum kıladığın gibi. Bunu da ihtilaf var mı diyeyim? Yani bunu da ömür boyu mehrum kıladığın gibi. Ya ki mehrum müddet tövbe kılan kadar depmiştahını bu fıkhi alımın oturusu kılap var. Bunun deyimiz ona zina deyimiz. Zina iki kıl. Birisi çoğun zina. Yani hazırlık muşu zina. Onu da başka kişi zina var. Peygamber Sallallahu yedisi degendik. Mine köz zinası, kulak zinası, ağız zinası, kol zinası, put zinası. Ve onu da başka mine kalbin bayıl oluş ya ki onu her şekilde işte oylaş hem de onu kalbde ilgi olamız mı? Bu mu bir zina? Anda oğan ki şu küzdü karşı ibadet oğan bu zinanın kişi zina olup bu zinanınki kappariti şu adamınki ibadet kan, zikir, tesbih, Kur'an'ı okan ve okutkan. Şunda terette ağan ibadet oğan şu ibadet bilen nim boludu jüylüp gididu. Peygamber sallallahu kapparet. Ama onunki çoğun zinanınki üzü bu kalsa bu her güz makbul emas. Eğer kıp kalgan bolsa, İslam hakimiyet bolgan bolsa, ikkisi ihraqan bolsa, anıdikin uçan yüzde bu ikkisini adıkin o ikkisiki üzü eğer
İkkalasi to'y qilmay, ashta ishni qilib qolgan bo'lsa, o'chani dar uribla uni nima qilamiz, uni tugatamiz. Agar u ikkisiniki o'zi beqator to'y qilib, shar'iy tarafdan rasmiy to'y qilgan yo birisi yoki ikkalasi, o'chani buni rasmiy iqro qilibdi yoki to'rttani guvochi va mana mushu orqali isbotlab qolgan bo'lsa, ikkalasi o'zi rejim qilib o'ltirgan gap. Bunda ig'ir jinoyat. İslam dinimizde en qabih jinoyatniki birisi zina. Bunga berilgan jazoning o'zi eng ig'ir. Aş ikisi aşı bir cemaati ekilishi orqali u yerda tosh bilan aşı kim ko'p ashlab o'ltirib, ip o'ltirgan gap. Yuz ko'z qada, yani yuz ko'zga urishga bo'lmaydi, badan u yer urib o'ltirgan gap. Yani bu ne degan gap? Bu en ig'ir darajada İslam dinimizde buniki o'zi jinoyat deb hisoblaydi. Lekin hozircha küfür hakimiyeti olganlığı için bunu şahsi erkinlik deb, meni mushu targ'ib qilaverib, bu insanların ahlakını bozup, aile işlerini bozup, meni insanların asli tabiati olan narsalarning o'zini boshqa narsa uchun ketib bordi. Endi bu ishning o'zi nayt az uchraydi. Payg'ambar zamanında bir qatam, ikki qatam bo'lib ekan. Ya'ni to'rtta odamning o'zi qanday qilib bu ishni ko'ra oladi? Öz ixtiyar adeti ixra qilmasa. Yo'q hozir. Va shurbul xamari. Va haraq ichganning gunohi qanday bo'ldi? Buning ustiga nima? Bak. Endi xamir degan nima? Xamara yaxmir xamir deydi va ximar degan gap yapti degan gap. Alloh taolo insonlarga o'zini shu insonni yaratgan vaqtida şu 40 neçə gün bo'lgan vaqtida ay perishtani avatish orqali bu odam ruhni pulgan vaqt shu vaqtida bununla birlikda hech qanday bir maxluqotni yo'q bo'lgan bir ne'mat beriklik. U qavm aql. Aql tafakkur. Mana tafakkur qila oladigan, shu ishni qila olib, biladigan men bu aqlni beriklik. Aqlni beriklik bo'lgandan keyin endi bu aqlning o'zini ishlamas holatga kirib, chunki insonlarniki men bütün harakat, bütün ishlarning hammasi insonniki vujudidagi aql boshqardi. Aql sog'lom bo'lsa, harakat hammasi sog'lom. Agar undan bo'lmasa, u ashta kalampayan harishga vaqtida oyizga qilgan gapni o'qimaymiz tavlagan gap. Bunu qarta men eng cho'ng ne'matdan iborat qilib, aqlga uning o'zi to'smas, uni norozi yurib, men buning uchun men rozi emas. Men sarandek hayvandek yursam bo'ldi deganlik uchun, buni inkor qilish uchun buni berilgan jinoyatni uchun, jazomi uchun ashu. Shu buni ig'ir gunoh deb atiladi. Shunga insonniki vujudidagi aql muqaddas. Nima u muqaddas? U sizning vujudingiz bo'lsa-mi, Alloh bergandikin, siz muqaddas saqlashingiz kerak. Uni palash, ishlamaydigan holatga ekib qo'ysangiz uchun bo'lmaydi. Shuningdek, shu haraqdiki haraq o'xshaydigan boshqa mas qiladigan, shu odamning qo'y mijozini ashta yo'qotadigan, har qanday bir ishlab chiqarilgan yangi zamondagi, kon zamondagi har qanday bir dora yoki har qanday bir o'simlik bo'lsin, shu narsa kerakni yeyishning o'zi, unidan kayfi erib, unidan meni mas'ullik, meni mushtaq qilishniki hammasi nima harom. Nimishqa tavanda deyildi. Her qanday mas qilgan narsa nimadir u haraqdir. Haraq olsa Peygamber ne dedi ona? Haram dedi. O da onun meskan nas kılmaydı. O yüzazı araqniki şakırıp tek manda bir adam o. Arapçada hamir dedi Kur'an-ı Kerim'de. Anda o vakit hazırki viski, yo, musallas, o benim şampan dep ataydı. Onda bu haram emas deydigan. Muşundak nemeler var? Muşundak eski necis ebdaklar çıktı hazır. Hatta ki zinanın yüzünü Kur'an-ı Kerim zina qilmanglar degan gap yo'q. Yaqinlashmanglar degan gap, yaqinlashmanglar qilmanglar degan gap. Yaqinlashmanglar degan gapning o'zi tegib qilishga oyat bo'lsin, hatto yaqinlik qilib qolgan uning atrofida qiliqmi, ya'ni vasf bo'lgan ko'z zina bo'lsin, uni qilmanglar degan gap bo'lmamdi. Shuna. Dedi İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhuma tatılıdı bu Adem'den, yani haraq işke Adem'den, yoki zina qilgan Adem'den iymonniki nurni zina qilgan vaqtida iymonni zinoda zina qilgan vaqtida iymonning nurini qo'l tatiladi. Mana iymon degan bir nima o nur. Mana bu iymon degan bir nuri go'yo bir chiroq,
chiroq o'xshaydigan bir nur. Mana mushu iymon orqali har qanday bir mo'min odam osh iymonga asosan xato to'g'rini, shuningdek mana durust emasni, ma haq nohaqniki o'zi nim qiladi, o bilolaydi. İmanı yo'q odamchi buning uchun bilmaydi. Bilmaysa hozirgi musulmonlarning ahvoli hozir vaqtincha musulmonlarning ahvoli qarab, ma musulmonlar bo'lib olib ketdi, o saviyasiz, ya'ni mushtaq saviyasiz asli sen shu halol haromni to'g'ri xatoni bilamagandikin, asli seninki aqling aşı narsani ishlatishga Alloh yaratgan. Sen uni ishlatmay, uni to'g'ri deb islom dinimizda ma xato degan to'g'ri deb olgandikin, seninki aqling joyida ishlanmadi. Bu nima o? Xato yanglishib qoldi. Shuning uchun meni mushunda bir ish bo'lib qoladi ekan, bu nima emas, u qat'iy durustchi emas. Meni mushunda qilish orqali meni musulmonlarning jamiyatini har xil shaklda mushta bilib, mushta nim qoladi, o'yna har xil qaymoqtirish orqali meni ba'zi odamlar mush gapga asosan o mushta deb asharaxning o'zini nim qiladi. Meni mushunda nimalar chiqadi. Meni chiqadi. Endi buni da Mene aşındak bir mümin, Müslüman degen gem ne boludu iman nurunun üzerinde. Bu adam özü bilip Kur'an-ı Kerim nuru oludu. Peygamber sallallahu izahat olu sözü. Bunu arkalık çırak kırıp anike ma aramken ma kıssam bolu kımsam bolu ke degen gem. Bir mümin esi imanniki vücudiki imanniki muhtazası muşin telak kılıdı. Çünkü o adam Allah bak körüp durdu, anlap durdu. Kur'an'da haram dedi, Peygamber sallallahu dedi gendikin bu adamniki vücududaki asli kıyafet bu haram narsani zina qilish uchun qilmasga talab qiladi. Endi buni bilan agar ashta qilib qolgan bo'lsa, u odamning vujudida zina qilib qolgan bo'lsa, iymondan iborat bo'lgan narsa bu yerda tortiladi. Tortilning o'zida qanday tortiladi? Ibn Abbosning so'zi bu. Peygamber sallallahu alayhi vasallam bor. Şu an Peygamber sallallahu mush hadisning o'zini shu salaf ulamolarining o'rtasida ixtilof qilib ketdi ekan. Ve töven kedisinin üzerinde Peygamber sallam zaten bu gapni degan mi, demagan mi? Degan bo'lsa qanday degan? Deganlikda. Endi bu yerda iymonning nuri tortiladi degan gapning o'zi iymon o odamning vujudida chiqadi. Mana bu chiqadi deganlik bir qatta qo'shiq qo'llash taqlamdi yoki davomliqmi? Yoki qavvaqning o'zidimi? Bu yerda ulamolarimiz yani shunday inch qilib, yani iymon tortildi degan gap bir mo'min, men iymoni bor deyotgan odam o'zi bu asli uni qilmaslikka undaydigan narsa iymon. Endi bu dur endi. Unda o'g'anki bu odam oshni qilib qoldi degan gapning o'zi iymon chiqadi degan gap. Iymon kuchi yetmabdi degan gap. To'samabdi degan gap bo'ldi. To'samabdi degan gap bo'lgandikin bu yerda tortildi degan gap umumiy chiqib ketadi, chiqib kelmaydi degan gap bo'ldi birisi. Yana birisi, men bu odam o'sha tugatgandan keyin Andikin yenip geldi, yoki olmay tövbe qandikin yenip geldi deganidek müştaning bo'lgan gap bo'lgan. Meni buning asosan iymonning nuri bo'lgan iymon tortilib ketsa, nima bo'ldi? Iymonsiz ol, dindan chiqadi degan gap. Bu shundaqmi, shundaqchi emasmi? Buning nima va ixtilofchi bor. Bizniki ahli sunna val jamoaniki e'tiqodidan har qanday bir odam, men mu'min, musulmon degan bo'lsa, u odamniki gunohi kabirincho qilib ketdi. Müşta g'arg'i chep, zina qilib Müşta bir namaz okumay, müşta çok sal qarab qilib ketdi. Qilgan bo'lsa, bu odam osh naskarahning o'zini Allohni sanmagan bo'lsa, inkorlik qilmagan bo'lsa, u odam hargiz u odam uchun dindan chiqib ketmaydi. Dindan chiqib ketmay, nima deymiz uni? Musulmon qarindishimiz ezib ketgan, yoki uning ismi boshqa bo'ladi, fasik, munofiq. Çünkü fasık degan gap shariatniki ahkomni to'g degan ya'ni to'midi chiqib ketdi degan gap. Munofiq degan gap u odamning qalbi bilan, so'zi bilan amaliyotda uyg'unchuk kammidi degan gap bo'ladi. Bununla shunday nima qilgan gap unga atilgan gap. Bizniki e'tiqodimiz shu. Agar u odamning o'zi shu gunoh kabirning o'zini halol sanamasa, to'g'ri demasa, uni inkor qilmasa, qilib qolgan bo'lsa, men musulmon deb hargiz dindan chiqib ketmaydi. Nima uchun? Bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şurada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kancilimiz var, yedisi var. Şu katarının üzerinde Peygamber sallallahu şuna degen. Bir adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese Muazzim Cebel Resulullah anhu. Benim muşu adam cennet kirip gidiyor o deydi. Digendi ki Muaz dedi ki ya Ebu Zer ve insana ve insaraka dese
Eğer zina kısmı oğurluk kısmı müştak kılan dese Peygamberimiz her şundak kılır deydi. Hani üçüncü katı müştak kılır. Hay seninki ağzın topup geçsin. Eğer zina kısmı oğurluk kısmı dili da o adamdaki imanda bulurken o nim kılıdı o cennetki kirdi degan nima var elchisi var. Va uni boshqa payg'ambarimiz bir qancha nimalar var? Elchilar jo'ba. Elchilar bo'lgandan keyin bu elchi tatbiqlagan vaqt o'zida bu qanday bo'ladi desa, bizniki ahli sunna va jamoaniki e'tiqodimizda bir oyat, bir elchi qarab hukm qilmaymiz. Hammamiz o'rtaq. Unda bo'lgandan keyin bu yerdagi iymon tortilib ketadi degan gapdan iymon chiqadi degan gap, iymon chiqadi degan gapning o'zidan bu yerda u odam tövbe qilmagan bo'lsa, u odam ishga yonmagan bo'lsa, halol solmagan bo'lsa, endi qaytib keladi. U nima? U qalbida mo'min musulmon bo'lgandan keyin uni iymoni bor deb turib ishtaq qilib qolgandan keyin bu kofirchi bo'lib ketmaydi. Nima bo'lmaydi? Kofirchi bo'lib ketadi. Ammo xavarij Ravafizdan iborat bo'lgan kunimizdagi Mu'tazillardan, Mu'tazillar o'zi hech olmaydigan, men mushrilardan iborat bo'lgan kishilarning o'zi nima deydi? Har qanday bir odam zino yo o'g'irlik qilib yo ular kabira qilib qolgan bo'lsa, dindan chiqadi. Nima bo'lib ketadi? Kofir bo'lib ketadi. Bu ahli takbir. Bu nima? Ahli takbir bo'lib, bu xavarij, bu Ravafizdan iborat bo'lgan nimalarni firqalar. Men mushu firqalarning o'zi, mushu Qur'on va hadisni o'qib turib aşırı ma'lum bir ayet yoki hadis tutib olib, shu qilish orqali xali kofir chiqargan, uning uchun dindan chiqaradigan, murtad deyotgan mushundaq baloyi ofatni tarix bilan olib kelgan xalqniki birisi mushundan nima iborat. Buningki ko'zi, buning e'tiqodi ya buningki bu mingsin o'zi faqat mush bir oyat yo bir hadis ko'rib, uningga aloqador bo'lgan yana bir oyatni ko'rmaganlikdan iborat bo'lgan kor oğanlıktan ibaret olan muştak sebepli şu boğan kim. Mine bizdeki Uygurların cemiyeti de muştak havarcıda neme kıldı? Bunun devri yok değil. Hazır devrimizde bu çok bazı kiriklik. Ne kadar var? Hatta yüzü başka adam, hiç kadar adamın Müslüman demeydiğin. Bir işte bu en xatar. Men Müslüman qağan Müslüman emas, mümin emas. Men mümin dep aşında qağan köz gelme açtaqsız siz bu ketsiz. Cezmen şu işki üz ili giriptar olib qoladi. Bu amaliyat ras. Şoň bizim e'tiqodimiz şu meni bu. Tövenki etsin üzüdüme ölüm adamımızınki göz qarışça, men muştaq nem qılımız muştaq, şu maniyetimiz hem qılımız. Emdi bunda qoğan çağımızda bir adam açtaq qılğan vaqtımızda meni hata, haram işin üzerine, yani bu adamniki imanı yüz emasken. Demekken o adamın imanı acizken. Yani iman asli onu tostu. Lakin bu iman adamın iman aciz boğan dikin. Bu aciz iman üzü haram nesne kılıç tosamakta. İmanı kamil. Yani kamalatül iman. Kamilül iman. Yani kamil mükemmel çok bulmagan boludu. Dedi. Şu an hazırki kişilerinki imanı köp sallık kişilerinki üzü kamil mükemmel emez. Kamil mükemmel bulmagan dikin. Maytok, mene puçuk, muşta aciz, bir basa, bir yok, muşta boğalık için. Bu da Kur'an hadis amel qilmaganligimiz için, qilmaganlik için şuna bizga muşta xarlik ve muşta içilishlik ahvollarni qilib qilish sababchi mushundan iborat. Mushun nima iborat? Eğer o imanın o'zi rasmiy qalbimizga o'rin erib, rasmiy imanning muhtazasi bilan kurashga ish qildik ekanmiz. Cezmen qandaqki Allah Taala burunki ummet xalqlarga qandaq in'om va ihson qilib yordam qildik, bizga yordam qildi. Bizga nima qildi? Yordam çok qildi. Biz şu kamil mükemmel olan Kur'an-ı Kerim, hadisi Resulullah deyotgan imonga loyiq imonchi yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin nima qil? Namoz o'qiydi, hijoblandi, unda o'qiydi. U bekat. Lekin imonning o'zi umumiy gavda bo'lib, mana islom imonning o'zi umumiy parça bir bütün gavdan iborat bo'lgan narsa. Siz bir narsa qilib yenib tashlab qo'ygan, yeni bir narsa qilib yenib tashlab qo'ygan emas. Unda bo'lsa mana yahudilardek nim bo'lgan bo'ladi, tahrib bo'lgan bo'ladi. Mana o'nim qiladi, o'chanizda bo'ladi, o'zi kelimasining üstüne o'z o'rnida qo'yib ishlatmaganlik bo'ladi. Buningki jazosi qandaqki yahudi tatqandek, mana musulmon xalqining o'zi bu yerda muqaddis hozir tatvatadi. Tatqan deyki, şunu bunun Japan'daki müştakilik sebebinin birisi şu, muştunda nima ibaret. Men muşunda xavaric, muşunda ravafiz, muşunda ehli tekfir, men aşu nima ehli riddet, devatkan aş ehli zahirin birisi. Men ehli zahir devatkan muşu kişilerindeki sebebi de müştaki bulukluk. Müslümanların içini bilip, parçalanıp, men muşunda
uğaq aletke qumdek qavatqanlıq səbəbiniki birisi men muş olub, bununki səbəbidən muşda xar zabun, mustamlika xar halati yaşası səbəbi men muşun nima ibaret. Ama qandaqki muşda xata fikirge insanlar pek umraqandı. Yük işlik təsin uçuraq geldim. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna deyip ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Zina qiluvchi adam zina qilmaydi. Yani zina qiluvchi men mu'min, musulmon deb atgan adam zina qilmaydi. Ol bir zamandagi zina qildi va u mu'min. Mu'minlik holatda zina qildigan ishni zina qilib qolgan adam osh zina qilgan vaqtida mu'minlik holati bo'lmaydi deydi. Nima degan mu'min holati bo'lmaydi degan gap? Iymon chiqadi degan. Zahir bu. Ve içmeydi o bir iş gücü harakni mene ol bir zamandaki işçiydi o vaadol ki o mu'min. Şu işke vakti mu'min haleti çok bombaydı deydi. Yani harak işke vakti de o adamın vücudunu İbn Abbas radıyallahu ta'ala anh'ın yerisi degen tek nem boludu uçağın üzerinde imancı çıkedi degen gibi. Yani İbn Abbas'ın rivayet bir yerisi var bir eser. İbn Abbas radıyallahu anh yüzündeki etrafı oğullarını ekelirken de oğluma bir kışırıp hey oğlum ben sana toy kıp koyay. Toy yaşına yetken vaktimizde. Çünkü toy kıp koymuşsam mayada ma günah yani zinadan ibaret olan iğil nasip kalıp bunu kutulu olanmaydı o. Dep yani zina kıp kalıp imancı çıkıyordu o. Digen mezmunda aşağı terbiyeleydikken. Deydikken ballarına. Bu bazı devlet kandak kağılıkan diyeyim. Öyle oğrulmaydı bir oğru. Ol bir vakitteki oğrulaydı o oğru. Vaadol ki o mümindir. Oğruluğun vakti mümin adeti oğrulmaydı deydi. Mümin emes adeti nem kılın gep oğrulaydığı gep. Zahir bu. Ve ep kaçmaydı o. Bulumaydı o adam. Bir bulaşık değişik nesideki adeti götürdü. İnsanlar o nesige şu kişiye o neside üzün gözlerini nem kılını kötürüp durdu. Yani o adam bütün insanın gözü kötürüp aşağı kağılap dursun mu? Uçanı bulançılar, uçanı kantaklı üzü nemiz işinip durup aşağı koşun kötürüp ekip onu bastırıp ekip müştah nem kılıdı. Oğurlap müştah bulak kılıdı. Ben müştah kallarının üzü aşk kavahtırda o adam ucu iman çok kalmaydı dedi. İman yok dedi. Çünkü iman basın tositi. Nima? İman degen nima? Allah bana bir ben onun için körüp durdu. Ben neymiş şu bu için emel kılıman. Kanda işimdeki işki ve taşkın işlerini hemen bilip durdu gen gibi. Bunu apırıp bu adam ağaçlık kan diken, iman muşun talep kan diken, o bomba diken, nim boldan diken, iman yok diyen yapıldı. Nima iman yok. Yani zahir. Yine İbn Şahab'den rivayet kılındı. İntihap diyen gibi, bulançılık diyen gibi. Bulançılık diyen gibi, yüz hak kağlaptız, bekip açtık, malının yüzü oğlap getmiş, deptisi bulap, apırıp bana. Bunu bulançı deydi. Oğur diyen gibi, hak onu saklap koydu bir nezkerende ama kağlap durmaydı, mehbi oğurlap geldi, bu sarık da patıldı. İbn-i Şahab'da rivayet kıldı, Said ibn Musayyeb'den, Abi Salim'den, Ebu Hureyre'den, Peygamber Sallam'dan yukarı geldi. Okşayıcı rivayet kıldı, dikken, illa nöhbeti yok deydi, ma rivayette. Anında bakın. Yani demek, biz avya hazır diyen hepimizin nemiz bu şeydisi geldi. Yerisinin zahiri karşısak, açta ağrı işken, oğurlukan, bulançıkan adam imanı yok. Lakin başka ediz, başka ayetke asasen, bu ayetniki, bu yerdeki, bu yerisinin mensi, kamil imançı yok. Yani imanın yüzü yüz kuşlukçu, caranlık, kuşluk egiçi bulmaklık. O nime, o imanın yüzü, o vücudu badep dava kısmı, rosim, zattı dek, muşudakçı bupkadıklık. Şuna o adam o imanın hem kılmaydı onu, küçük yetmeydi. Onu tosamaydı o diyen gel. Yani müşrik havadı kamil mi olmaydı, kamil mi pasık oludu. Münafıkçı boludu, deyip nem kılımız, itikatçı kılımız. Yani demek, muşundak oğurluk karış, mene neme karış, uçan üzere, zina karış, harık içindeki günahsı, mene muşundak derece neme iğir. Bunu kadar kadar ona dikkat kılın. Ben mümin, Müslüman diyen bu olsunuz. Ama ben mümin, Müslüman desin bir gepem. Onun işimiz yok. Zaten kapının kürvatımız var. Kapının kürvatımız var. Yani zinadın başka yani zina kılışı ağızlap bergan bununki üzerinde resmi kesip alıp ekip koydu. Kovdaydıgan, baş verdigan müştaçı. Müşunda bir cemiyetten imkanımız dünyada yaşamatımız.
Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.